Üçüncü bölüm. Maşina bilenmi, eşek qitilgan kichik harova bilenmi, öküz qitilgan yar harova bilenmi, hatta eşek ço'mi astidagi ikki putini bir yoqqa qilib mugdab o'ltiribmi, piyoda tizg'icha to'pi kechibmi yo'l mangdiq. Öylari shalang, ammo ko'milash tamli ho'yillarning atrofi büyük bog'liq yezlar. Hashtarxon jigdi daraxtlari bilan ko'chalari yangicha tusga kirayotgan nahiya bozorlari, tar agri-bugri orqa ko'chalar, ko'cha panjaralari, kichik eshiklari, hem ho'ylisi uzum tallari bilan qorong'ulashgan ho'yillarning talaylarga bizning qadam izimiz tushdi. Har bir kitobning muqovasini yangi bilan surtib, ta'zim qilib turib, sizni shulib olishga tayyor turadigan kitob burishlarning illiq chiroyi bir duttar yoki bir dab bilan bütün dastonlarni yodga aytalaydigan dastonchilarning tugumas tari, maddahlarning tinimsiz ovozidan chiqadigan nola, oq ko'l lekin yalang'odoq ko'rimsiz ilm ahlining iltifot mehmon do'stligi bizga tonish bo'lib qoldi. Qashqardan Xotangacha 2 oyga yaqin safar qilish bizning nurg'un bilim, kitob, hissiyot, ilhom bilan ta'minladi. 8 oyning oxirida Xotanga kelib, vali mahkamasi oldidagi mehmonxonaga o'rlashdik. Men shu kunila Danjavshudan abo so'rab, Hoshirni tepish uchun ko'chaga chiqdim. Men uning yotiqiga kechqurun kirdim. U ilmiy mudir ishxonasida yotadi ekan. Yog'och karvat ustidagi Iran nusxaliq gilamda turmanlangan o'rin ko'rpa, gazet kitoblar chechilib yotadi. Duxova qopliq 2 kishilik koni safada yoqsi yirtilgan ko'k chapon, orqasi moylashgan ko'k shapka, deraza yonidagi keng ustal ustida telefon, kuldan, siyohdan, 2 piyola, bir choydan, tiklama kalendar turadi. Tamg'a Jungu dunyo xaritasi risilgan qaramtul ishkapning ustida dasta gazet jurnal, ishik tuvidagi kitob javonida radsiz tizilgan kitoblar turadi. Men uning duglak, tegi yumshoq o'rindig'iga kelib o'ltirdim. Yosh ayol kirib menga egilib ta'zim qildi-da, ko'zini yerdan olmay turib, ozroq kutsila, mudir apandi pongzak o'ynayotdi. Voleybol musobaqasi bo'ptimish. Mudir o'zi tushmasa, biznikilar uftirib qo'ygadak dedi. Siz nima xizmat ishlaylar? İttifoq shujisi. Qo'shimcha siyosiy guruhining xizmatini ishlayman. Qurmashmi mushu maktabdimi? Yo'q, undaq kishi yo'q. Hoshirlar bilan birga kelgan burun mushu maktabda edi. Bultur to'y bo'ldi-ku. Ha, dedi ayol sarg'ush tishlarini ko'rsatib kulib. Esim qurusin. Baymaxonning yo'ldishi Qur'on muallim nedamlar. U kishi Baymaxon turayotgan Go'ngshedagi o'tir maktabga ilmiy mudir bo'lib ketdi. Namatning uyi yaqinmi? Namat saxta nedamlar, dedi ayol menga qarab qo'yib. Men javob bermadim. Ayol maydisini tutib, qaqaqlab kuldi. Hamma odam shundoq deydi. Saxta demasa, uni hech kim tonimaydi. Uyi yaqin. Ivadagi jigdilik ko'chada, shu tar ko'chadagi temi ang egiz, darvozasi cho'ng, eti jiq o'yli shu. Men ayolning obrazliq gapiga kuldim. Qo'risi shuncha kattami? Xotan bo'yicha uning oldiga o'tadigan boy yo'q. Xotini kuniga 100 qo'y topadigan deyishidi. Urumchidan kelgili 3 kun bo'ldi. Hoshirkam uni xizmatdan qo'g'lash kerak deb so'zladi. Ruxsatni so'ramay Urumchiga ketibdi emasmi? O'zining maktabda xo'jalik xizmatini ishligisi yo'q. 4 o'gay bolasi bor. Birimi o'qimaydi. İkisi uyda gilam to'qiydi. Biri 3 burchak bozorda o'p kesib sotadi. Yana bir qizi onasi bilan do'ppichil qiladi. Mushu yaqinda choyxona ichibdi. Namat saxta maktabga 4 soat ishlasa, uyiga 12 soat ishlaydi. Maosh degan uning uchun to'yning chashqusidek bir nima. Tova, g'ulchilikdan saxta chiqsa, undaq chiqmaydi ekan, namat saxta shaytonga nuqta soldi desilar. Ayol menga choy qo'yib berib, Hoshirni chaqirishga chiqib ketdi. "Bormisan, nalarda yurding, ovoq?" deb baqirguncha Hoshir kirib keldi. U yo'g'on, yirik qo'llari bilan 2 miramdan tutib silkidi. Uning tarligan, qaradigan yuzida tabiiy xushallik chaqnab turadi. Men do'stimning qo'llarini ching siqib, "Hozirmi, o'saychimu?" deb chaqchaq qildim.
Torunun tüviga tik tushirman degine, dedi u kulib turib, yolg'on maqtinib. Abdulla qarvoy qo'limga suv quyib berolmaydi. Ata porongni. Biz bir pas chaqchaqlashdik. Chaqchaq tugandan keyin Hoshir mis Abdulla bilan yuz ko'zini yuvdi-da, ishkapning aynikiga qarab qo'yib, ustursini kapladi va inkini silab qo'yib, estetik tarbiyada yo'q ekansan deb junug'ili tursan. Haqiqatan bilaman sen avoqni. To'xta, sening oldinga sheximni tuzashtirib berak dasturxon salmasam. Ko'rdingmi, mavo engakdiki oqlarni. O'qig'ina heliqi Navoiyning she'ri nimada? Men she'r o'qidim. Saqal oqi o'limga ishovidir, hayotliq sabzisi ora qiravidir. Ha ha ha. Hayot chimanligiga tushgan qiro degina mezgilsiz texi yigitligini tugatmay turibla ha. 30 yoshga endi kirayu texi qiro tushsin. Yo'q, qar tushsinmi, men uni o'limning ishorasi demayman. U ustursini o'ng yonqiga to'g'riladi. Men o'rnimdan turib, uning aynakdagi aksiga qaradim. Uning peshonasi teximi tortilib, ikki cheksi taqirlashib, do'lqinliq chochlari ichiga qarab hingaygan. Qo'y qo'shimi qoshlari orasida bir qir, ikki ro'shan siziq paydo bo'lgan. Ko'z quyruqlaridagi qo'riqlar ko'paygan. Ikki qo'zidagi siziq endi teximi chunqurlashgan. Uning chiroyiga birli qarag'an odam uni 35 ya 40 yoshlarda deyishi mumkin. Yolg'iz duglak, xiyolchan yo'g'on qo'y ko'zlarla xuddi uyqusi qongan bolaning ko'zlaridek nurliq va chiroyli edi. Nimachi qaraysan? Endi qizlar sana qarmaydi. 5 balliq tul-xotinlarga ish besh tarsang bo'ladi demakchimisan? Bu to'g'riliq o'ylashdan qoldim, dedim. Uning mursiga asta qo'limni qo'yib, qiziqmayman, o'ylashnimi, so'zlashnimi xolmayman. Yomon bo'pti, dedi u menga qarab qo'yib. Men texi endi aqlimga kelib ish boshlaydigan edim. Kim bilan mungdisharman endi? Mana bu hissiyat qayerliqi, o'limning ishorasi. Ammo a'la, bizni dag'da qo'yib, bo'ronda yerilgan shoxdek mevalaringni o'zing bilan billa agashtirib yotmagunchimi? Hech bo'lmasa shoxda turib qoq bo'lgan o'rikchilik bo'lsa-mu, og'zimizda tam qoldirib ket. Tamoqdan keyin ko'cha saylisi qildik. Ondan keyin oz to'ladan ichishib qo'yiq ichida nashbat daraxtlari orasidagi o'rindiqda o'ltirdik. Hoshir jiq ishkanligi uchun ko'p va ta'sirli so'zladi. Oldimizda butulka va pomidor. U yana qanchalik so'zlarkin. Qor ko'k osmondagi to'lin ay yupurmoqlar orasidan tangidek, ba'zida olqindek sho'la chechib, yupqi bulutlar orasidan yo'l ilib, asta sayr qilmoqda. Sansizlagan yulduzlar sukut ichida tabassum qilayotgandek jimjit chimirlashidi. Salqin shamoldan shodlanib pichirlashgan yupurmoqlar oyning albak nurining oralaridan sirg'itib o'tkazib, suhbat xumor do'stimning birda ko'ziga, birda manziga tushib turmoqda. Hoshir o'z odati bo'yicha hayot, inson va insoniy burish to'g'risida qizg'in so'zlamoqda. Uning tamkin, kirsiz ovozi xuddi salqin shamol, ilmon sudek odamga xush yoqdi. Shunda qilib shu amgikim hisobiga mudir bo'lib qoldim, dedi u 5 yildan beri beshidan o'tganlarni so'zlab kelib. 5 yil qandoq o'tdi? Men rostilla tuymay qoldim. Kuniga 4-5 soat dars, uning sirtida o'g'inish, majlis, suhbat. Bir sinfdagi 40-50 bola seni nima ko'ylarga solmaydi? Albatta, qochadiganlarmi, darsdan chiqibla o'qat qilganlarmi bo'ladi. Bilimni o'zining ömürlük işi bildiğanlar, mesela devlet, xalqqa foydasi jiqroq tegadigan odam bo'lish uchun ömür bo'yi bilim olsa-mu, ozlik qildiganligini bildiganlarmi bor. Ular nelerden tapadikindan fizika, algebra, ximiya, astronomiyadan qiyin masalalarni tepib kelib meningdan so'raydi. Ularcha sinf tarbiyachisi degan bir qomus nimani aqtirsa javob chiqaveradi. Qanday qilsan, shexiga qiqishqa meydisidan ittirishga bo'ladimi? Tirishib javob berman. Ularning oldida chandırıp qo'ymaslik uchun ba'zi kunlari kechalari kitob o'qiyman, izdanaman. Ularning izlanishlerini qadrlash mening burchim. Ona o'z bolasining tamtilib,
tam yoqilab mang'ini ko'rsa xushal bo'lgandek, menmi bolalarning qiyin savollarini anglasam shuncha xushal bo'laman. 10 sinfning bir o'quvchisi bir kuni a plus b ning kvadrati a kvadrat plus 2langan ab plus b kvadrat ekanligini oliy matematikaning ba'zi qoidalari orqali xatoga chiqarib isbotlab kepti degina. Hey, bu bir öküzgü çölük işletish o'rniga yugan silib eg'iz turuq ishlatganga o'xshashla kulkilik ish. Lekin uningdan kulish o'rniga uni rag'batlantirsan, xatosini eshsan qoyil bo'lmaydi tehi. Qanday qilasan? Matematika formularini xato qo'llanganini birma-bir isbotlab, uni qoyil qilsan. Yoshlik odamni nima qilg'izmaydi? Bolalarning birlari tehi Mendeleev oq qo'ygan katakchidagi elementlarni topmoqchi. Birlari tehi logaritma jadvaliga tuzatish kirgizmoqchi. Yana birlari tehi nur sekundiga 300 ming kilometrdan yo'l besib 8 minutda yerga yetib keldi ekan. Tez sürkülüşdən o't paydo bo'ladi. Undaq bo'lsa, nur bilan havo orasidagi sürkülüşdən nimishqa o't chiqmaydi deb so'raydi. Bir kuni bir o'quvchi meningdan imtihon oldi degina, u meningdan "Muallim, Changjiang daryosi qancha kilometr?" deb so'radi. 6300 kilometr mikin dedim. Qanchalik yerni sug'uradi muallim? 400 million mo yerni sug'urdi ekan. Undaq bo'lsa, tarim qanchalik yerni sug'urish lozim? Hisoblab ko'rdingmi? Yo'q. Ha, muallim turib, "Texi, nima deysan? O'ngib tatramsan?" Yo'q, faqatla qo'shilib qaqaqlab kuldim. Xolos. İlim-pərəslər bilan o'tgan vaqt ko'ngillik, lekin heliqi ilmdan qochadiganlar butun ko'ngilsizlikni keltirib chiqaradi. Shularning dastidan uyqun qochadi, ishtihoying tutiladi, kayfing uchadi. Ha, ichib bo'lgan bo'lsang, piyolni bermamsan. U o'ziga aroq qo'ydi, piyolni bo'shatdi-da, pomidordan bir tishlam yebilib, so'zni davomlashtirdi. Navoda butun Uyg'ur yoshlari nomatdak pulga dumshishsa, u chaqda qandoq bo'ladi? Bilamsan? U chaqda bizning millatimiz vashan qilingan qo'g'ul qo'xshab qoladi. U yerga qog'imi kelib qo'nmaydigan bo'ladi. Yiltizimiz shu chaqda quriydi. Mana buni o'ylasang, umrning qadriga yetsan. Bir balaga bo'lsa-mu, ko'proq bir nima bildirgin keladi. Dunyoda boshqalarni rozi qilish, xushal qilishdan rahat ish bo'lamdi. Kunlarning birida sening qo'lingda o'qigan o'quvchilardan birari dangliq odam bo'lib qolsa, qiyrig'iningda u seni yo'qlab keladi. Kelib o'ng qo'lini ko'kriga qo'yib salom bersa, beshing osmonga taqashmamdi. Adash, inson degan shunchalik narsa, inson jiq narsani bilsam deydi-yu, o'zining qadrini bilishni xohlamaydi. Bilamsan? Sening qadringni meninkini sen bilasan. Lenin o'zini bir qitimma dunyo proletariatlarining doisiman deb o'ylamagan bo'lg'aydi, lekin uning qadrini biz bildik. Hozir jamiyatning, davlatning, maktabning muhim ishlarini, yana boshqalarning orzu, muhim ishlarni ko'proq so'zlaydigan, o'zining shaxsiy orzusi to'g'riliq oz so'zlaydigan bo'lib qopti. Sen hozir o'zing to'g'riliq, orzularing to'g'riliq so'zlashni hech xohlamaydigan bo'lib qopsan-ku, dedim. Oxir aytqina qandaqroq bir odam bo'lmoqchisan zodi? Hozir kulib ketdi-da, mening miramga olqonlarni qo'yib ko'zlarimga qaradi. Sen texila shu o'quvchi bitim bilan turibsan, dedi u. Bir chaqlarda biz qandaqroq odam bo'lishni o'zimizcha tanlaydik. Ya undaq, ya mundaq odam bo'lsamkin deb orzu qilatdik. Masalan, meni olsang, oliy ma'lumotli bo'lsam, davlatning muhim ishlarini hal qilishga qatnassam, hatto chet davlatlarga berib kelib tursam, hayotimning har bir minutimi ashu muhim ishlar bilan chambarchas bog'langan bo'lsa, turmushim mening intilishlarim uchun to'sqin emas, turtki bo'lsa deb o'ylaydim va orzu qilatdim. Lekin sening kim va qanday odam bo'lishingni g'oya va intilishlaringning emas, balki jamiyatning talabi belgilaydigan. Heliqi orzularing u chaqda ming bir kechining cho'chaklarda qiziq va kulkilik tuyuldi ekan. Men Janubiy Shinjongga kelguchimi mashinada mugdab o'ltirib, heliqi biz qilgan kelgusi to'g'risidagi xiyollarni davomlashtirdim. Xiyolimda men Xotanga kelib 2-3 yil qattiq berilib ishladim. Akşamları oliy matematikadan bilim aldım. Tapqan pulumdan eshinib,
yetim bolalarni o'qitdim. Shu yerdagi dehqonlarning ishlariga jon dil bilan yordam qildim. Meni yomon deydigan odam qolmadi. Bu yaxshichoqlikni biror tama bilan emas, balki dilim xolxonligi uchun qabul qildim. Shuningdan keyin men tilga ilindim, partiyaga kirdim, namunchi bo'ldim. Oliy o'qish yurtiga uzdildim. O'qish bitirib, men davlatning yuqori organlarida texnik zo'r natija ko'rsatadigan ishlarga qo'yildim. Umuman xiyolim shundaqroq bo'ldi. Buni g'oya deyish bo'ladi. Lekin amaliyot sening bu g'oyalaringga butunlayla boshqacha rang berib qo'ydi ekan. Seni ishvoz odam qilib qo'ydi ekan. Ishvoz odamlar hamon o'zining kelgusi to'g'risida kam o'ylaydi. Kundalik ishlarni ko'proq o'ylaydi. Eshib ketsa atsi yoki o'g'ini qilgan ishlarni o'ylab qo'ydi. Men hayron qoldim. Hoshimning og'zidan chiqayotgan gaplarni anglab kulgim keldi. Mana qara, g'oya va hissiyotga boy bir yigit eshib ketsa 2-3 kunlik ishni o'ylab qo'ydigan ishvozlarga aylanib qoldim. Shunda qilib, kim bo'lishni o'ylashdan to'xtadim. Degina, dedim kulib, bak ichinchlik ish. Bak rohat, dedi Hoshir e'tiroz bildirib. Kim bo'lishingni jamiyat belgilaydiganligini bilganing sening xiyolparastlikdan qutulganing. Xiyolparastlikdan qutulish odam uchun rohatkan. Qanga chuqlaysan, to'yga yeysan, aql ishlatmay nurg'un energiya iqtisod qilib olsan, shundaqmi? Hoshir qaqaqlab kuldida mening qo'llarimni mo'jib qo'ydi. Sen meni tayyortab, loyiq asal bo'libdi deyapsan, ha? Xato tushunyapsan. Men burunqidan ko'p tirishchan, hatto davlat imtihoniga tayyorlik qilgan vaqtlarimizga qaragandimi oldirash va jiddiy. Men kunlarni qanday o'tkazyapsan degan savolga har kuni o'zim rozi bo'lg'idek javob berib turman. Men sana ikkili ishni deb beray. Bultur 9-sinfning sinf tarbiyachisi edim. Sinfimda yaxshi o'qiyotgan idraklik bir qiz bir hafta darsga kelmadi. Men u qizning o'qishdan qilishini xohlaymanmi? U butun fanlarda a'lochi, axloqli, tirishchan qiz edi. U qizning jamiyatga yaramli bir odam bo'lib, xodim bo'lib chiqishiga ko'zim yetadi. Shunda qilib, men izlab so'rab, u qizning uyiga piyoda bir kun uloq bilan yerim kun menib tepib bordim. Yolg'iz hovli-ekan, uyning atrofi bog', neresi qumliq ekan. Borsam, qizmi ota-onasi bilan kevazga ishlar etibdim. Qiz meni ko'rdi-da, onasiga pichirlab qo'yib uyga kirib ketdi. Men salom qildim. Ular salomimni ilik olmadi. Men maqsadimni oddiylik qilib aytdim. Qutugulni elib ketmoqchiman dedim. Ayol ikkisi bir-biriga qarshi qo'yishdi-da, otasi qo'l qo'yishtirib turib, yo'l qo'ysin lekin sizlardan so'rab olsak, qizimiz endi bizga qarasa dedi. Men qizning yaxshi o'qiyotganini, qizda cho'ng umid borligini aytdim. U odam yerni tatlab turib dedi. Bizlarga o'qishning neni buyurilmagan, ketmanning nenini yegil qo'ysizlar. Men yaxshi gap qilib xodim, ta'minot ilib berishga, hatto o'z pulimdan yordam qilishga va'da berdim. Lekin ular zotla ayvashga kelmadi. Men u qizni nimani qilib bo'lmasin ilib ketishni niyat qilib, oxir ochiqlashga boshladim. Siz qanday kambag'al dehqonsiz? Mavjushi partiya qaddimizni ko'tardi. Mushu uy joy bog'larni berdi. Bizni paravon yassun deb sotsializm qurib berdi. Siz hozir xalq komishiyasining a'zosi. Xo'sh, nima deyla o'zi? Qizning dadasi menga qattiq savol qo'ydi. Nima deydim? Balani maktabga bering. Sizlar uylanganmi? U butunlayla munosabatsiz savol so'rdi. Yo'q, dedim hayron bo'lib. Andaq bo'lsa, qizim bu yil 16da. Cho'ng bo'lib qoldi. Bekmi ching turib valla. Qizga ko'ngillari tushgan bo'lsa, to'yni qilib akassilar. Men nima deyishimni bilmay, dong etib turib qoldim. O'ylig'iniga xalqimizning eng texi mushu holatda tursa, biz qandoqmi ularni o'ylamay tura olamiz? Bizning har qanday g'oyamiz shu xalqimizni ilm-fan bilan tarbiyalash uchun jon dil bilan xizmat qilishga bo'ysunmamdi. Shunda qilib, qizni qanday qilding? Men kulib turib so'radim. Qanday qilatdim? Dedi Hoshir muhurga o'rvetib, Duyjanga aytdim. Duyjang birla vaqirab uni ayvashga keltirdi. Jon kuyar o'qituvchining yerim kunlik yaxshi gapiga pisand qilmagan diqqat takabbur va buyruqvoz kichik amaldorning
biri hayvisiga qo'l qo'shtirib turib, hozir javob berdi. O'ylag'ina, bizning xalqimiz fan bilimning ahamiyatini va bilim ahlini texi to'nimasa, qadrlamasa, ular o'qish, bilim elishni boshqalarni qo'l qilish, bo'za qilishning dasmaysi deb qaravatsa, biz qandaqmi xalqning g'imini yemasdan o'z g'oyimiz to'g'riliq boshqa tura olamiz. Rost gapni aytsam, men aldirayman. Butun xalqni fan bilimdan bahramand qilishga, ularni tezroq dunyodagi ilg'or xalqlarga qatoriga o'tkazishga aldirayman. Mana bu mening g'oyam. Qutugul o'qatamdi. Bu yil 10 sinfni tugatib, Xinjiang Tibbiy institutiga o'qishga bordi, dedi Hoshir xushallik bilan. Men va'daga vafo qildim. Qizning o'qishiga har tarafdan yordam qildim. Mening xotirlarim mushundaq ishlar bilan to'lgan. Men sana 1958-yillik xotiramni beray. Men o'qib ko'rgan. Xo'sh, endi ikkinchi misolga kelay. Bo'ldi, yetarli, dedim men uni mujiq qo'yib. Qolganini muning daftarini o'qib olayman. Onundan ko'ra sen shuni aytqina, ashu xil ishlar sening o'zing to'g'risida, kelgusi g'oyang to'g'risida bir qarorga kelishingga yo'l qo'ymadimi? Men hafsiga 22 soat dars berdim. Har kuni 3 sinfning 110 necha daftarini ko'rib chiqdim. Bir sinf o'quvchilarining kundalik ishlariga yetakchilik qildim. Bilamsan, bir sinfda har xil mijoz, har xil xohish, har xil intilishlari bor 39 o'quvchi bor. Ular seningdan har kuni 39 masalaga javob talab qiladi. Biri sana o'xshash xiyolparast, o'z g'oyasiga lozim bo'lgan, lekin yechilmagan masalalarni seningdan so'raydi. Yana bir bo'lsa, yoshlar ittifoqiga kirish uchun seningdan yordam talab qildi. Yana biri-chi, turmushida uchirgan qiyinchiligiga yordam so'raydi. Yana biri ruxsat, yana biri majra, yana biri xushallikni aytadi, yana biri sana sovg'a beradi. Va gaza, qisqasi, men mushu 39 o'quvchining ham otasi, ham onasi. Endi o'ylab baq, mushu ishlarni qilishga qanchalik vaqt ketadi? Men yakshanbani bilmayman. Yakshanba kuni bolalarning ota-onalari bilan suhbat o'tkazib, har xil masalalarni hal qilaman. Men mushu ig'ir ish bilan o'tgan kunlarimdan xushal bo'laman. Yoshlar mening oldimda o'sib yetilib, uvusidan qanot qiqib uchib chiqqan qo'sh bolalardek taraf-tarafga qarab manganda, men xushallikdan qin-qinimga batmayman. O'qituvchining xushalligi bolalarning o'sib yetilishini ko'rishda. Adash, endi o'yla, men mushu bolalarning kundalik ishlarini tashlab qo'yib, qandaqmi o'zimning shaxsiy g'oyam to'g'risida boshqa tura olayman, qandaqmi g'oyamni o'rindash uchun harakat qila olayman. Shunda qilib o'zimni jamiyatga topshirdim degan, dedim men jimliqni buzib. Jamiyat seni namunalik o'qituvchi, ilg'or partiya a'zosi qilib yetishtirib chiqdi. Sen namunachi bo'lishni, ulgulik partiya a'zosi bo'lishni maqsad qilib qo'ymading. Balki jamiyatning ehtiyojiga, xalqning sana tushgan hojatiga javob bergandami yaxshi javob berishni o'ylading. Shuning uchun jon dil bilan ishlading. Shundaqmi? Shundaq, dedi Hoshir amdi oldirmay so'zlab. Men aytganimni aytsam, jamiyatdan, xalqdan, rahbarlikdan hech nimani tama qilmayman. Men qanday qilsam, bolalarni yangi jamiyatning talabiga loyiq qilib tarbiyalab chiqalayman. O'quvchilarni a'lo darajaga ko'tara olayman degan masalalarni ko'p o'ylayman. Amal chora izlayman. Xilma-xil sinoqlarni o'tkazaman. Boshqalarning tajribalarini o'rganaman. Qisqasi, vaqtimning ko'p qismida o'quvchilarni, qolgan qismida jamiyatga, umumiy ishlarni o'ylayman. O'zimni o'ylashga bo'lsa, vaqt qolmaydi. Men Hoshirning qiziqarli gaplaridan qaqaqlab kulib ketdim. Menmi o'z navbatida uningga o'z ishlarimni, hissiyotlarimni so'zlab berdim. U berilib angladi. Qisqasi, men o'zimni naviri ko'rgan buvay deb o'ylayman. Men buvaylarning hissiyoti bilan hamma ishga baho beraman dedim. Hoshir kulib ketdi. Tadqiqotga berilguvchilarda bo'lgan xususiyat, dedi u kulib turib. Ular odamlar bilan kam aloqa qildi, jamiyatga kam aralashadi. Ularda qiyinlik mijoz osonla shakllanib qoladi. Buning sababi u kitoblardan o'qigan narsalarni o'z kechirmishlari hisoblab oldi-da, bilimi ko'paygan sari o'zini ko'pni ko'rgan, yashangan hisoblaydi. Sen ahmaq, yo'g'on aynak setib ol,
Her kuni bir ikki qitim o'zingga qarab turg'in, deb kuldi Hoshir chaqchaq qilib. Men Danjavshuga telefon berib qo'yib, Hoshirnikida qo'nib qoldim. Biz kecha mungdashdik. U bir qitimmi mening ayolim yoki Roziya to'g'risida gap qilmadi. Oxir men uningdan so'rdim. Shundoq qilib umr bo'yi bo'ytaq o'tamsan? Yo'q, o'ylanaman. Loyiqing bormi? Ha, nada bo'ladi? G'o'ljida bo'lmamdi. Kim u? Bilmas bo'lib olganni, Roziyachu. Sarang bo'ldingmi? Roziyaning eri va ikki bolasi borgu? Ha, nima bo'pti? Dedi u qizargan ko'zlari bilan menga qarab. Erdan ajrashadigan bo'ldi. Umr bo'yi u Ro'dubayga bo'zak bo'lsinmi? Amsa, erga tekkini uning xatoligi, qo'pollik qilganim mening xatoliqim. Bu yil Urumchida Ma'rifa sohasidagi namunchilar yig'inidan keyin biz 2 kun birga bo'ldik. Har ikkimiz xatoligimizni iqror qildik. Xatodan keyin baxtli bo'lsaqmi, kechikmagan bo'lamiz. Ha, avoq, nimaga chekchiysan? Senmi shunday qil. Ajrashmayman deb xat yoz. Go'zalaymi vatanini tashlab ketishdan yoltiydi. Shuncha yaxshi ko'rsanu, so'yginingdan ayb izlaysan texi. Sening aybing yo'qmikan? Odamning ichini pushiradigan kitob xolisi adil yoz. Tashkilga qartib tilgramni ber. Kechikdim, endi kechikdim. Dedim men yotgan bilan beshimni purkib. Shuning bilan Hoshirning gapi tugab xo'rga boshlandi. 2 kundan keyin meni uyga taklif qilib nomad keldi. U soqilni pokiz qilib, yangi qisqa, do'lisi tor kostyum kiyib olgan. Oq panchuk ko'ngligining bir yoqisi ichida yana bir kuchugining tilidak sirtiga chiqib turadi. Pushqiqi to'limi keng qora ko'k sarcha burulkisining oldi tugmalari etilmagan. Burulkisidan o'tkazilgan tasmasining yon tarafiga bir kollak oshqush, gullik g'ilab esilgan. Tasmaning uchi oldi uchiq kostyumining peshidan sangilab turadi. Javshurungni keyin ayrim chaqiraman, dedi u meni talaqa chiqib elib. Bugun qo'nib kel. Hoshirnikida qo'nib, menikida qo'nmasang adil bo'lmas. Ala. Tonur kavi buyurtib qo'ydim. Hoshir bo'ytaq qanchalik mehmon qilgandu, mudir bo'lg'ini bilan oldig'ini 50 necha qo'y. Mening kichik qizimning bir kunlik puli u. Yur deyman, ala, qo'rqma. Men kapitalis emas. Beshimda qalbim yo'q. Angladim. Senmi texi partiyaga kirolmabsan. Qo'rmash qozoqchig'ida partiyaga kirib bo'ldi. Osmon qalaqmu ko'jang bo'libdi texi. Og'ina bo'lgandikin bo'pti deb. Osmonga bir gilamni o'z dirig'i berib etdim. Yur deyman, nimaga tortishsan? Yarim soatdan keyin men uning bilan birga ko'chaga chiqdim. Mehmonxonadan 4 ko'cha eg'izidagi magazinga borgancha u 10 necha odam bilan ko'rishdi. Ko'rishkichilarga oldiga sal egilib, 2 qo'lini ko'ksiga qo'yib salom beradi va o'ng qo'li bilan gejgisini silab qo'yib, xijolat va takalluf bilan ularga bir xil so'zni takrorlaydi. Heliqi Uyg'ur tarixi to'g'riliq doklad berib, butun Şinjan ziyolilarini hangtan qoldirgan Ala Nuruyev degan olim mushu kishi bo'ladi. Vaqtlari bo'lsa, kashta ham suhbat bo'lg'ili borarlar. Men uning tanishtirishlaridan xafa bo'ldim. Tanishtirishingni qo'y, yolg'on tanishtirish odamni xijil qilma. Bilaman, sana arvoq kerak emas. Ammo menga kerak bo'pti. Xafa bo'lsang orqangdan tanishtiray. Yo'q, lozim bo'lsa, savoqdishim a'lo desanglar bo'ldi-ku, ma'qul. Biz 4 ko'cha eg'izidan 3 burchak bozor tarafga manganda, nomad so'l qo'l to'qmishidagi tibobatchilik do'koni oldida to'xtab, yo'lning nerisida madaniyat yurti binosining palambida turgan bir to'p odam orasidagi bir yigitga baqirdi. Heliqi men degandek bo'lsin, jumu. Kun o'ltirish bilan butun sozanda naqshchi, usulchi, qiziqchilarni boshlab borg'in. Hammaga ayt, Uyg'urlarning eng cho'ng tarix olimi nomatniki keptikan, shuning sharbiga tong otar o'yin bo'ldi ekan degan. Men xijillikdan qochadigan yer topolmay qoldim. Endi to'xtat, bu tetiqsizligingni dedim terkib. Bo'lmasa, bo'sug'onga dasimasga qasam ichib o'tman jumu. U hijaydi va qizargan ko'zlarini pirqitib, "Ahmaq, bir davrang bilan adaddan boshlab olqinga chiqsan.
Öyme öy, bakma bak mehman bolsan. Gezki resmin bilen çıkarımız tehi. Hemmini oxştılgan pul, munu gal barliki adam yalgan etmay yaşmaydı. Sen meni Halis Takov, Google'ның Rizero degan komediyasining qahramoni qilib masxir qilmoqchimisan? Bo'ldi, uyingga bormayman. Men rostla kaynimgandim. Namatning meni ko'zimni paqirtib turg'izib, setib-etishdig'iga ishondim. U mening bilikimga esildi-da, yalvorishga boshladi. Bo'ldi, meni rasvo qilmasangchu, ala. Bo'songa dastlabla qaytib. Zodi, men hech kimni chaqirmay bo'ldi amdi. Chaqirib bo'lding'u, o'zim to'g'irlayman. Biz amdi jim mangdiq. Men hukumat etayotgan ikki qarimning oldida go'shkirda do'konning yenida to'xtadim. Shu chaqda uzun oq yaktak kiygan kang oq xasishdan va putiga qo'ng'altaq kalash sepib olgan, enkida 4 talla soqoli bor, ochiq meysini seriq tuk bosgan, burni bilan ko'zi haddidan ziyoda yo'g'on bir odam qora eshakdan sakrab tushib bizga salom berdi. Uning eshigi avval qo'ng'iroqlarini jiranglatib silkindi-da, ondan quloqini tik qilib injiqlab hangirdi. Naq shu chaqda u odam Namatning quloqiga pichirladi. Namat birdila tatirib ketdi-da, mening quloqimga. Ashu yandagi jigdili ko'chaga kirsang, o'ng qo'ldagi anjan tamliq chitlangan beg'i bari cho'ng qo'ri mening. Xafa bo'lmay berib turg'in. Men hozirla kayningdan borman. Uyda ayolim bor. Qo'sh qanotliq eshikni 3 qitim chek. Ayolim seni kutib oldi dedi. Men uning deganini qildim. Kim? Degan tom ovoz ondan itning havshig'ini, kimdir birning itni tilg'ini, uningdan keyin kalashning shipildig'ini anglandi-da, eshik ochildi. Men Namatning ayolga hayron bo'lib qaradim. Uning yo'g'on xumor ko'zlari o'ynab turardi. Qapqi ko'kish va purlashgan pishiq uzumdek turum qonxarliq, oq pishmoq, semizlikdan ikki qo'zi sangilab, ichigan xemir turishdek ko'pchigan yoshliqining ta'mini nurg'un tedigan lavlari amdi tashnalikdan qurib gaz bog'lagan, ammo bu lavlar ichidagi yalqin chechib turgan oltin qaplatgan ushoq tishlari u lavlarga qizg'ish hal bergan. Oldiga tashlangan belakdek ikki o'rim chechining yolg'on ekanligini bilinib tursa-mu, ayol uni ko'zan qilib o'ynatib turardi. Ayol oltin tishlarini yalt-yult qilib, quloqidagi yoqut ko'zlik oltin halqasini planglatib, terib inchiga qilib olgan so'z qishini aptapga qolgan sazandek sakritib gap qilganda, uning atlas ko'nglikimi yoshirib qololmagan harom go'shlari sat silkinatdi. U meni ko'rib qoshlarini o'ynatdi-da, oltin uzuklik dixmaq go'shlik qo'llarini qiyiqmasdan belikimga sundi. Men kaynimga dojidim. Ha yigit, dedi u mening oyog'imdan beshimgacha qarab olib. Gilam lozimmi? Xenimlarga atlas olaylama? Xenimlari uzdu. Xon atlas deganmidi? Tik turib elib ketamla yoki an petimi? Yo'q, men. Ha, bildim. Magazinchi emasmi siz? Nima mol keldi? Necha tanga lozimdi? Men. Ha, unutib qoptiman. Sotadigan 2 bo'da qo'yi bor, Qodir Silmuya. Nechadan kelishgan? Qo'yni akilib ondan pulga qo'l sunsila yigit jugisila. U meni siliq ittirib qo'yib, 2 qo'lni 2 tiqimga turib, urib qaqaqlab kuldi. Mening qo'yim yo'q. Ha, esim qursin, dedi. Gipimni uzib tashlab, heliqi qarqash bozor ichidagi qassobning Qodir o'g'li Silg'u, ha? Qilib aqalchak ekanlimu, o'pkizasiymi? Men qaqaqlab kulib ketdim. Sizlarnikiga o'qatchilardan boshqa odam kelmamdi nima? Voy, keladi. Valiymi, kadimi, muallim, artist, doktormi keladi? Yigit, Shaddodning jannatidek beg'im bor, xonning saroydek uyim bor. İçil dastıxandek nimetlik dastıxanim bor. Voyay, chivin hasalga yamashqandek hammala odam mening uyimni cho'rgilaydi. Kim kelmaydi deyla? Xo'sh yigit, bu yerlik emas o'xshamamla? Men Lanchodan kelgan. Voy peshonim, dedi u peshonasiga shaplaqlab. Heliqi Namat degan qori diva chiroyli bir yigit keldi demasdan, olim keldi dedi emasmi? Allah ma sachilikni jusila a'lojon. Mandaq desizlar, mangsizlar, o'yla qarang'u, akasizlar qo'llarini.
Onunğa əgişib mən hoylığa kirdim. Amut, anar, yanaq, şatut, mən bilməydiğən allaqandaq meyvelik dərəxlər qarаңғы bulunlardan itla qanışıb idi. Ayal çağ deb qoydu. Kala mörüb idi, pichaq yemsən dedi. Qoyları mərv idi, şuncha şapaqni yeb bo'lishdingmi dedi. Eshaklar yangrab idi, heli keladi, nomiting heli keldi dedi. Men tövrük ve daraxtlarning tüvidagi itlarning qo'rqinchli ko'zlariga qarab minib, orallab baranga tutashgan kang peshaymonga kelib oldim. Peshavan qorong'u va zaydi. Nimishqa baran qilib, kun tushmas qilib olgansizlar? Dedi ayol əmdi boshqachalar naynaqlab, meni yerkandirib. Kun degan hamma yerda bor. Voyay, xo'talliklar kundan to'ygan, pulga zor. Bu barang degan pul emasmi? Ko'rsizlar saplı altın, uyga kirsizlar nemidan qo'rqitlar yigit ko'tirib, akraymiya. U qilin yo'pirmoqlar orasida turgan üzümlarni qishi bilan sharat qildi-da, mening qo'limga yana qo'l so'zdi. Men kaynimga dojib edim, u xichil bo'lgandek. Katqa o'ltirsizlar amsa, usig'allar do'qlaymi yoki muzdek tavus qo'g'in tilaymi? To'xtisizlar, mavu yakandazni silib beray, dedi va yakanda salgan bo'lib ko'krigini muramga, chochlarini yuzimga tekkizdi. Uning bu qiliqidan g'idiqim kelib ketdi. Qarasizlar, ko'zlari ilinib turadi. Bo'lmasa, do'g'ishchil ichib baqsizlar. Ondan tamoq pishqicha balxona uyga chiqib uxlab olsizlar. Uy salqin, qorong'u, onalarining ilkida yotgandek. Sili nalik, dedim men gapni yutkab. Nalik bo'latdim, nada pul bo'lsa shu yerlik. Namiting bilan Urumchidan kelib etib, Kuchardagi saroyda tepishgan. Naga desam, xotanga dedi. Ma'qul deb bilib keldim. Qarsam ovqatga yaxshi yer ekan. Odamlar yavash. 1 yil ovqat qilib mushu joyni setib oldik. Namatga pul tepishning yo'lini o'rgatdim. Ikki tishliq kevazdek pisingida kulib qo'yib osmonga bir yerga bir qarab edim. Mitkin u etkimga mumdak chaplashdi. Ma'qul amsa deb 10 necha yosh cho'ng bo'lsam-mu tegib oldim. Lekin bu o'g'ri bak xotin bas ekan. 5-4 tanga pulni ko'ribla oshni o'ynag'ili turdi. Men bildigan oshnisilar 10 dak bor deslar, mayli, o'yinsang o'yna. Menimi onam seg'izlab baqqan, ayib xusram bo'lmagan ekan deb menmi o'ynag'ili turdim. Kunni mushundaq o'tkazib ketyapmiz, qarasizlar. Men seskinib ketdim. Sizlar nalik zodi? Dedim ku G'ulja, Urumchi, Kuchar, Oqsu, Qashqar yekan. Bolalarning dadisi nalik edi? Voyay, 4 bolaning dadisi 4 yerlik, dedi u xuddi hech narsa bo'lmagandek tabiiy so'zlab. So'rab nima qilatdilar? U mening do'g'ab ichib bo'lib, balxona uyga chiqishimni taqozolik bilan kutayotganini bilib turman. Men bo'lsam, ataylab do'g'abni asla ishmakdiman. Ta'lim o'ngdan keldi. Hoyli ishga qildi va birdamdan keyin naqshi aytgancha atlas ko'ngli kiygan bir chiroyli qiz kirib keldi. U meni ko'rib olqanlari bilan yuzini yopdi-da, qo'lini qo'yib etib menga singayan qarab kulimsirdi. Qiz odamni tong qoldirgudek chiroyli edi. Uning quyuq kirpiklari, ko'zlari she'rlarda tasvirlangandek har qanday yurakni titratalaydi. Men ixtiyorsiz uningdan ko'zimni qochirib, onasidan so'rdim. Qizlarimi? Ha, o'qitmadim, dedi ayol qizga zo'q bilan qarab. Choyxona ochdik, choy sotadi. 2 ayolni oyliq soldik, shularni ishlatadi. Peridigul balam, xotanning guli deslar, dutta, usul, naqsha hammada bor. Qiz uyga qechib kirib ketdi. Ayol menga ko'zlarini aloq-chaloq qilib pichirladi. Namiting degan o'g'ri mushi qizimga ko'z tashlab yuruydi, tehi. Mening tenim shurkundi. Namatning uyidan tezroq ketishga aldiradim. Lekin jonga tegadigan qo'ray chatqanlik ichidimi, ba'zi seni xush qilgan gullar echilgandek odamni yergandiradigan bir xil turmushqimi, bir xil yoshirin go'zallik singanligini bayqaysan. Men Namatning uyidagi kashga o'ltirishda ana shunday yoshirin go'zallikning borligini bildim. Uning qizi ajoyib usuli, yurakni titradigan naqsi bilan meni hayron qoldirdi. Uning usul o'ynagan vaqtidagi avrishim qomatini, go'zal harakatlarini til bilan tasvirlamak qiyin. Uning umumiy qiyofatini mushu xotanda o'tgan mashhur shoir
növbetining munul misralari bilanla bayon qilishga amal topdim. Fasli nav bahorida gul kabi ochilgan qiz, misli kakili sunbul har taraf sochilgan qiz. Bada ichdim, zavqida mayda aksini ko'rdim, husn bog'ida tanha o'ltirur xiraman qiz. Mening hurmatim uchun tarlab pishib g'ijak chalgan Elimaxun aka qora burutliq yosh muqamchining zallili g'azallarini to'liq va to'g'ri aytishi, Avta qiziqchining tojxon al-nag'michisini do'rayman deb Namatning ayolni mazoq qilib bizni kuldirishi. San'at xumar qalbimdan cho'nqur o'rin oldi. Men Namatning qip-qizil gilamlar bilan bezalgan yosidaq sarayda xo'shalliqdan mast bo'ldim. Uning tonur kopi, go'shkirda har xil say, meyvelari chechilib yotgan dasturxonni qayirib qo'yib, usul xumarlar bilan billa usul o'ynadim. Küldüm, hatta qo'limga romka elib zalili növbetining Xotan elchi to'g'risida yozilgan go'zal she'rlarni o'qidim. Uyga liq to'lgan mehmonlardan ba'zilari xushalliqdan meni quchoqladi, ba'zilari ko'ziga yosh elib menga musallas tutdi. Ulardan ba'zilari o'z yurtida tug'ilib o'sgan shoir növbetining bu mening shum talaimdan yor baxmaydi menga, ay yuzini yoshirib dildor baxmaydi menga. Көз күчі бірлі бақып бағырым жарахат әйләді, ләблерінің мәрхәмін зінхар яқмайды маңа. Деген мисраларны аханға селіп, нақшы етқінімні аңлап, оныңғы жауабын дәл шу нөбітінің, зәлелінің, Әхмет Шах Қарақашның шеерлерін оқып мені хайран қалдырды. Ерім кечеде олтырыш ақырлашты. Қары бұрыт мұқамчы білән, мен білән хошлашып етіп. Yiraqda 100 yaşının qarşısını elib qalğan bir adam var. Əgər xalsınız mən apırıb keley, onu koni kitab dastan ғəzəllərinin pərədisimi boludu dedi. Mən onunla cəzmən barman dəb vəd-vədim. Mən Balxandakı sarayğa uxluğulu çıqqanda baş toxu çılğan idi. Namət valaqlab mağa aram bəmidi. O tetiqsizlik bilən maqtanışqa başladı. Haşirning maqtan qudaq nemisi ba? Tüzük ağınız yo'q. Menila putlaydı texi. 50 neçə təngisi bilən nemega haqavırlıq qılıdı. Haqavırlıqni manı biz qılsaq yarışıdım. G'ulji bankasida 5000 koy, Ürümçide 4000 koy, Qashqar Xotandochi texi. Hammasi halal pul. Buni qamlashtiralgan o'g'il bola tapalaydım. G'uljidan qo'y yungini 2 koydan keltiraman, 2 o'g'lim gilam to'qib, iyig'i 300 koydan o'shiq pul tapıdı. Çarisi shalang to'qiymiz. Ja bo'yaq bilan bo'yaymiz. Tənərxi 50 koyğumi toxtamaydı. Hər ayda ular ikkisila 300 koy naq payda kirgizidu. Mənço texi, yekşənbə bazarıga kirib 2 oruq kala yoki 4-5 oruq qo'y ochiqaman. Bir haftala beqib 2 hassa paydasiga sataman. Muni xotining o'zi haram, puli halal. Gilam atlas sodasida hech kim uni do'rayolmaydi. Qisqasi oylik kirmim 1000 koydan oshadi. Haşirdak 20'nin pulini bir ayda tapman. Qo'yg'ina namat. Bo'pti, qulqinga yoqadigan gapni qilay, o'ynaymizmi? Hozirla to'g'rilayman. Valaqlamasanchi? Go'zallay heliqi raqib shiba bilan o'ynab qo'yibdi, ha? Og'zingni yig' ha? Nima terkisan, qaysi bir chiroyli undaq ishni qilmaydi deysan, jajisi pul. Pulning uchini ko'rsatsang, jannatning hur parilarimi quchqini ochadi. Endi valaqlasang men ketaman. Men o'rnimdan sakrab turdim. U jimib qoldi. Ko'zim amdila uyquga ketganda u meni yana irg'itdi. Undaq bo'lsa xotirjam uxla. Men heliqi 3 burchak bozorda uchrashgan qo'li ko'z o'g'ri bilan bir yerga berishga va'dalashib qo'ygan. Men yana ko'zimni yumdim. Qanchalik uxlaganimni bilmayman. Tuyuqsizdan yana cho'chib uyg'onib ketdim. Qarasam bir go'shlik qo'l enkimni silab etibdi. Men o qo'lni silkvetdim-de o'rnimdan turib, chala buli kiyinib, palampaydan tövanga qarab tushib ketdim. Yerga yangi yo'riq tushganda Hoshirning yotqini chekdim. Nima bo'lding? Dedi Hoshir ko'zni uvalab turib. Namatning uyida qo'ngan edim, o'ndarib qaptiman. Namatmi, ashuni turmush deb maqtandigu, ashu qo'llari semiz ayolmi turmushdan lazzat izlaydigu, u o'zini zodla hayotda ayblik odam hisoblamaydigu. Men nimishqa o'z ayolimdan mang taqdim qilolmaydigan narsani talab qildim. Aybsiz inson dunyoda yo'qdir tursa, men nimishqa uning ayblarini kechirolmadim deb o'yladim.
Hoshirning yenida uxlashga yetib etib